Hurmatli obunachilar, kimda esida bo'lsa, Zamin savdo markazida bunaqangi 4 silindrli Laboni Qodila deb chiqargandagi 3 ballonli 3,5 tonna 4 tonna yuk ko'tarishga mo'ljallangan benzinli motorlar kabinkali. Bemalol metan propan uстановка qilsa bo'ladigan variant edi. Mana ichlari qulib ekan hozir. Akamiz olgan ekan, dolasa baraka topib mana nima toshyapti unaqa xaladilnik narsalar toshyapti hozir. Dolasa shu yerda kelib intervyusini olamiz, dolasa suhbatini olamiz mana. Mana bunaqangi xaladilnik nimalar toshyapti. Hozir yana bitta xarid qildi. Yana bitta o'g'liga skuter xarid qildi mana. Ana, ustoga o'ylangan. Assalomu alaykum. O'zi yaxshimi aka, sizni? Aha. Propanda qo'ydik. Propanda qo'ydingiz? Effekt beryapti axir? Effekt zo'r. Yaxshimi axir yurish turishi? Kuniga 10 ta 11 ta propan uryapti, ammo. Aha. Kuniga shu 200-300 ming qishloq joyda pul topyapti. Ha, kuniga. Yo'q deganda 50 ming bor, ishlamayman. Ha. Yaxshilab ishlasangiz 200-300 ming topiladi, ha? Ammo bunaqa balandlikka bemalol panijnini qo'shsa 3,5 tonnani bemalol olib chiqaradi. Qiynalmasdan, ha? Baquvvat ekan. Gap yo'q mana. Xohlasa boshqalarga ham tavsiya qilaverasiz, ha? Ha, bemalol olinglar. Mana men birinchi desam yolg'onchi bo'laman. Namanganliklar 5-6 ta olgan. Aha. Sirazi men kelib olganman 29-dekabr kuni olganman. Qayerdan sizga o'zi? Qoratepa. Qoratepa Yozyovon. Mana Yozyovon mana. Hurmatli obunachilar, xohlasa akamiz baraka topgan ekansiz-da, baraka topgansiz, xohlasa. Ha, baraka topdik. Kelib mana uni oldik yana mana. Gap yo'q. Mana shuni. Mana shuni tan oling mana. Xohlasa baraka topgansiz, ha? Inshaalloh baraka topdik. Yana kelib mana skuterni oldik hozir. Bittan bundan baraka topgan ekan, mana o'g'ilchasiga mana o'g'liga handag'angi 2 ballonli skuter oldi, yangi xohlasa. Buni ham barakasini bersin, xohlasa. Yaxshi ishlar bersin. Inshaalloh mayli. Rozman ijodingizga omadlar tilaymiz. Rahmat. Iqboljon uz zo'r kanal. Mana men Moskvadan sekin mana shu bolani ko'rib, mashinlarni mana mashina. Men o'zim Hyundai Fortner olmoqchi edim 15 ming dollarga. Mana kelib 5 ming. Hozir endi 5200 ming samasvali kelar ekan yana yaqinda. Xudo xolasa kim olsa bitta labom 7 ming bo'lyapti. Laboni 2 barobar yukini oladi. Mana o'zim kirakashlik qilib yuribman. Olinglar, kelinglar mana Zamin savdo studiyasiga kelinglar. Rahmat, sizga ham sog' bo'ling. Rahmat. Salomat bo'ling siz ham. Mana qani karovka qanaqa aloqaga chiqarasizlar. Batafsil mana ekranda ko'rib turgan raqamga bormi? Aloqaga chiqarasizlar. Bayramimiz nima qilamiz? Mana Zamin arqam bor, 10 metrli arqam bor.